Necha pulsa berasiz? 12. 12 ga ololmayman, mayli bitta ish qilaman. 11 million olgan so'raganman, avvalam so'raganman. Yana ham so'rayman, mayli. Sizga ko'kka tushganini bilmayman, o'z qo'shni niyatim yo'q. 11 million bo'lsa qolsin. Faqat rozi bo'lib bering. Mabodo kimdir olsa, keyin ham bitta qilib beraman-da. Bugundan ham kela olmayman. Yo'q, mayli, u narsalar muammo yo'q. Rozimisiz? Baraka. Bunday qilmaylik, biroz bosh olaylik bizga. 5 marta bir qaytib ketdik. Hozir men nima qilay aka shunga? Bir o'tib turmaysizmi ayroqdan keladi? Sizniki qana? Koson, sizniki qana? Birga ketdinglar shu odam bilan, kosondan. Baribir koson ketdiki. Ya bunday deng, baribir kosonga ketyapsiz kerak. Kosonni qana? Yan qishloqdanmi aka? Taxtabozordaman. Taxtabozordaman. Ha. Ish nima ishda? Savdo qilaman qishloqlarda. Bari tadbirkor keladi. Men oldimga. Buncha tadbirkor ko'p ekan. Yangi mashina olsanglar bunda. Ularga ishini sanagan, boshqa pul beraman. Yo'q, bunday qiling. Men hammasini sanab qo'yasiz, 10 ming so'm baraka pulni olaman. Xo'p, obzorni aytib ketaman. 98-yilda emas. Holni kraska. Lekin motorlari yaxshi. Oldi sotdi bo'lib, bukcha o'tgan. 11 million oldim. 500 ming so'm qo'yib sotaman. 500 ming qoladigan pulingizga menga rozimisiz, do'stim? Rozisiz, ha? Do'stim, 500 ming qo'yib sotdim, rozi bo'lasiz. Bilaman sizga balanga tushgan, mana 10 ming so'm barakasi.